2025-yilda emas, kam yurgan olib shundoq haydaydigandek ko'rsataman, hech qanaqa xarajat qilmasdan hamma xarajatlari qilib qo'yilgan. Maybach 8 keladi. Turkman mashina qimmat archidiska bo'ladi. Taqilgan to'liq variantda mashina shmizalyatsiya bo'lgan aka. Eshiklarigacha ligirovka qilib qo'yilgan. Bitta barmoqda yopiladi. Salonlarni ko'ring buni aka. Yangi bo'lib turibdi, hali salondan hidlari ketmagan. Bunaqa yaxshi qimmat chexollar taqilgan, Evopol poliklos solingan, linoleumga solib qo'yilgan. Probegi 6700 km bo'libdi. Original Malibu bar, Malibu ruchak beспроводной zaryadkalar bor. Oynalarigacha elektronik qilib qo'yilgan. Skorost ruchak yonida plus minus knopkasi bor. Xo'p, plusini bossanglar harakat qiladi, minusini bossanglar bunaqa signal chaladi. Probegi 6700 km bo'libdi. 905 megapikselgacha ustunovka qilingan, rullarigacha okalar yumshatib qo'yilgan, Nexia chashkalarigacha qo'yilgan, fotografilarga podсветкali bar ustunovka qilingan, pioner kolonkalari bilan bunaqa video registratorlargacha ustunovka qilingan. Xudo xolasa olib hech qanaqa xarajat qilmasdan mazza qilib haydaysizlar. Mashina faqat benzin yurgan, metan gaz ustunovka qilinmagan, oldi faralargacha led ustunovka qilingan, eko stikerlar qo'yilgan. Mashina generalniy daveniyasiga ham chiqadi. Xohlagan ustinglarni olib kelib tekshirtirib olsanglar bo'ladi. Olib mazza qilib haydashinglar uchun $6900 bo'lsa berib yuboramiz.